Salam hürmetlik tordaşlar, hammalarning yangi yili muborak bo'lsin. 2023-yilni kutib olish san'at kechasini o'tkazyapmiz. Biz taklif bilan yangi yillik faoliyatga qatnashib, har qaysinglarga salom berish fursatiga ega bo'ldik. Yangi yil kechaligiga qatnashganligimdan intayin xursand bo'ldim, xush bo'ldim. Men mush qitimqi yangi yillik kechilikning riyosatchisi jadvali Yaqub bo'laman. Ekran oldidagi har millat ko'rurmanlarning yangi yilini tabriklayman. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Hammalarning yangi yillariga muborak bo'lsin. Ben bugün bu fırsatda her millet halkının yangi yıllık bayramını tebriklayman. Hammalarning yangi yilinglarni qizg'in tabriklayman. Yangi yilinglar muborak bo'lsin. 10 yıl uzadı. Yangi yılda Sizlarga zo'r salomatlik tilayman. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Yangi yil bayraminglarga muborak bo'lsin. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Yangi yilingizlarga muborak bo'lsin. Yangi yilda o'zinglar o'ylagan va o'ylab boqmagan katta xo'shalliklarga erishishinglarga tilakdoshlik bildirman. Men bu shodlik kechiligiga cheksiga gullar qistirib qo'yay degan usulliq naqshamni olib keldim. Ben bu keçilikte köpçülüğün huzuruna Jilla Avaz namlıq nəsrini sunmaqçı. biz 23. yılı yangi yıllık çeğirmamdıgan diğer nakşını elip geldik. Bu qitimlik kechilikka men Tarim degan naqshni olib keldim. Men bu yangi yillik kechilikda Qizil Gulim nomli naqshamni olib keldim. Yangi yilinglarga bir muzikamni taqdim qilaman. Aynakda ko'rishaylik. Bu kechilikni 2023 yil 1-oyning 1-kuni Eynek Abdital'dan köreleysizler. undaq bo'lsa aynakda ko'rishaylik. Ondan sonra birinci aydan birinci günü aynek görüşeydi. 1-oyning 1-kuni aynakda ko'rishaylik.抖音